$9900 полный приводli uzunidan sedan biznes kojiniy salon sizlarga taklif bersam nima deysizlar? Bugun sotuvimizda Audi A8 2002-yil probeg 280 kilometr, dvigatel 4.2 atmosferniy. Rasxodiga keladigan bo'lsa, trassada 9.5, shahar ichida 15-16 litr. Quattro sistemani bilgani biladi, Formaticga, X-Drive'ga dam beradigan sistema shu bo'ladi. Va обязательно kamchiligini ham aytaman. Elektronikada ozgina ishi bor, plus konditsionerga ham ozgina mehr berish kerak. Motoriga keladigan bo'lsa va xadovkasi normalniy состоянияda. Bunaqa narxga topish qiyin. To'g'ri, yili eski bo'lsa ham, lekin hali duxi bor. Endi rulga o'tirganimizda mana bizda shunaqa ochiladi. Выдвижной monitor, elektroupravlение ruля, elektroupravlение сиденья, а также память сиденьлari ham mavjud. 4 zonali klimat kontrol, 4 talo обогревlari bor. Tomimizda lyuk mavjud. Endi sizlar bilan birga zavod qilamiz. Bismillah, qani. Tak, mana zavod bo'ldi. Ovozi prosta сказка. Ошибка bo'yicha faqat ABS yonyapti. Boya aytganimda elektronikani ozgina ishi bor. Pnevmo podveska ham ishlab turibdi. Bunaqa avtomobil narxiga keladigan bo'lsa, boya aytganimdek $9900 ga beraveramiz. Plus primoy egasini nomeri yozaman. Allohga chiqinglar. Ko'ndirsanglar yana skidka ham qilishi mumkin.